alayhi vasallam boshchiligida bo'lgan birinchi islom tarixidagi jang va 5000 ta farishta tushirilgan Badr tog'lariga kelganmiz. Bu zaminda payg'ambarimiz boshchiligida 300 ta jangchi 3000 ta mushriklar qo'shiniga qarshi jang olib borishgan. O'shanda mushriklar tomonidan 3 ta jangchi chiqib, "Orangda mardlaring bo'lsa jangga chiqqin" deyishgan paytida Ali, Hamza, Ubayda roziyallohu anhular mardonavor tarzda jangga chiqishgan va Ali, Hamza roziyallohu anhular dushmanni yer bilan yakson qilishgan. O'shanda Ubayda roziyallohu anhu oyog'idan yaralangan vaqtlarida Ali bilan Hamza roziyallohu anhu yordamga kelib, uni qutqarib dushmanni yakson qilishgan. O'shanda Abu Jahlni jahli chiqib, butun qo'shinga hujum qilishga buyurgan vaqtida 5000 ta farishta aynan shu joylarga tushib, mushriklarga qarshi jang olib borishgan. Bu videodan maqsad qisqa tarixni eslatib va shu zaminlarni sizni ko'zlaringizga ko'rsatish. Malol kelmasa like bosib qo'ying va mana nechidir asrki dunyoni har tarafidan qancha musulmonlar shu zaminlarni ziyorat qilgani kelishyapti. Niyat qilib shu videoni pochchamga yoki oila a'zolaringizga, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Inshaalloh shu yil oxirigacha, balki shu yaqin kunlarda shu zaminlarni ziyorat qilish hammamizga nasib qilsin. Kommentariyada amin deb yozib qoldiring va duo qilish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Payg'ambarimiz